Demak, navbatdagi qiziqarli mantiqiy masalaga diqqat qilamiz. Traktor old g'ildiragining aylanasi uzunligi 2 metr, ya'ni mana bu aylana traktorning g'ildiragini aylanasi old aylanasi mana shu 2 metrga teng ekan. Xo'p, orqa g'ildiraginiki 3 metr. Mana orqa g'ildiragini aylanasi 3 metr. Mana shu g'ildiragning aylanasi 3 metr demak. Xo'p, endichi ma'lum bir masofaga harakatlanganda, xo'p, old g'ildirak 120 marta aylangan bo'lsa, orqa g'ildirak necha marta aylangan? Demak, old g'ildirak 120 marta aylandi deyapti. Mana bu 120 marta. 120 marta aylansa bu narsa 2 metrdan har aylanganda 2 metr bosib o'tsa, bu jami 120 karra 2 240 metr bosib o'tadi. 240 metr. Xo'p, endi orqa g'ildirak ham nechadir marta aylangan, ya'ni n marta aylangan. Bu ham bir xil masofani bosib o'tadi, ya'ni 240 metrni bosib o'tadi bu ham. Xo'p, endi shu necha marta aylanganini topish kerak. Endi har aylanganda 3 metr aylansa, jami 240 metr aylangan bo'lsa, necha marta aylangan degan savolning javobi n teng 240 bo'lish 3 bo'ladi, ya'ni n'imiz demak 80 ga teng. Javob 80 marta aylangan ekan, ya'ni orqa g'ildirak 80 marta aylanadi, old g'ildirak 120 marta aylanganda. Javob mana shu.